Qaysi ma'budga ishonish kerak? Haykalgami? Men esa noto'g'ri deyman. Hammamizni bitta Tangri yaratgan. Ikkinchisi bo'lishi mumkin emas. Bizni yaratgan Tangri haqida ko'p ham aql ishlatavermaylik. Aqlimiz ojizlik qiladi. Sen o'z haykalchangni himoya qilasanmi? Sen, ha? Bu juda kichik sayyora. Koinotda bundan 1000 chandon katta sayyoralar bor. Sen esa mittigina sayyorada, mo'jazgina shaharchadagi kichkina ko'chada yashab turib, butun boshli koinotni himoya qilmoqchimisan? U sening himoyangga muhtoj emas. U o'zini himoya qila oladi. Chunki butun dunyoni himoya qiluvchi yagona yaratgan bor.